İlham To'xtini qanday tushunamiz? Avtori Dilyar Musabayev. Bu noktada ko'z qarashimni Clubhouse'dagi suhbatlarda so'zlab o'tgan edim. Xotirasi qilish uchun yozmacha shaklni yozib qoldirib qo'yishning vaqti kelgan chig'i. Chetelga saplama go'mpaylardan qadinas do'stim Dabshaq Vali deydi-ki, İlham To'xti Xitoyda mumkin bo'lgan ishni qilgan, deyishki bo'lgan gapni degan va olg'ini bo'lgan narsani olgan. Xo'sh, undaqda barindagi qurolli qo'zg'olon 1997-yili G'o'ljadagi qo'zg'alish, 2009-yili Urumchi yoshlar qo'zg'alishi qilg'ini bo'lmaydigan ishlarmidi? Bu yerda Dabshaq Vali taybisi Xitoydan o'xshamaydigan natija elishi ko'zda tutdi desakmi, natija yanada o'xshash. G'o'ljadagi namoyishchi yoshmi, İlham To'xtimi o'xshashlar davlatning parchlash jinoyati sababli muddatsiz kesildi. Dabshaqlar taybisining boshqalariga o'xshash chek basmaydigan ushbu quruq tezisini mush yerda yig'ishtirib, İlham To'xtini tushunib yiqishga tirishaylik. İlham To'xtining vatani va millati uchun harakat qilganligi va qurbonlik berganligi munozir talab qilmaydigan haqiqat. Undaq bo'lmasa, Beyjondagi boshqa Xinjiangcha ziyolilardek singanini yegan bo'ladi. Bizning bu yerda diqqat bergan nuqtamiz, İlham To'xti o'zining qilayotgan ishining Xitoy hukumatidan millat uchun bir narsa olalaydiganligiga ishongan holda qildimi yoki plani boshqami degan nuqtadir. Savol: İlham To'xti dötmidi? Agar İlham To'xti o'zining qilayotgan haq talab ko'rishining biror natijasining bo'lganligiga ishongan bo'lsa, İlham To'xtimi Xinjiangcha xiyollarga o'xshashlar Xitoyni hech tushunmagan döt bo'lgan bo'ladi. Chunki Xitoyning biz bilan bo'lgan jidili 2000 yildan ortiq so'zilgan masalani tub yildizni yo'q qilish. Buni xalqning kimligining asosi bo'lgan Türk İslam madaniyatini yo'q qilish orqali amalga oshira oladi. Shuning uchun agar İlham To'xti yumshoq usulda qonun bo'yicha millatning haqqini talab qilib bir narsaga erishman degan bo'lsa, qassobdan umid kutgan aqlsiz qo'shqardan farq qolmaydi. Dabshaq Valining tizisida İlham To'xtini ko'tirman deb tushirish hodisi mavjud. Savol: İlham To'xti aqlliqmidi? Agar İlham To'xti Xitoyni tushungan aqlliq biri bo'lsa, qilgan ishini tuvandagi sabab bilan qilgan bo'ldi. Oqibatining muddatsiz qamoq jazosi ekanligini oldin bilib turib, o'zi eng yumshoq ovozda Xitoydan qonun bo'yicha ish qilishni talab qilgan bo'ldi. Bundaq bo'lganda o'zining muddatsiz kesilib ketishi badaliga chet eldagi kurashga eng kuchli asosni yaratib bergan bo'ldi. Ya'ni Xitoy eng yumshoq shaklda Xitoy qonunidagi huquqlarni talab qilgan kishinimi bo'lguncha deb muddatsiz kesgan bo'lsa, bizning mustaqillik deyishdan va har qanday vositani qo'llanishdan boshqa yo'limiz qolmadi deyishning mashhur asosini o'zi qurbon qilish badaliga tiklab bergan bo'ladi. Bundaq bo'lganda İlham To'xti ham intayin aqlli, ham millat uchun o'zini qurbon qilgan qahramon bo'ldi. Savol: masala nada? İlham To'xti dut emas. U qilgan ishining oxirida o'zining beshini yeydiganligini bilatdi. Bu uning bayonlarida aniq ko'rinib turdi. İlham To'xti o'zining qurbonlik qilib turib, chet eldagi kurashning vosita tanlamagan holda mustaqillik yo'liga kirishning mashhuriyatini yaratdi. Ammo bu yerda bir masala bor. Masala shuki, chet elda İlham To'xtining nomini setib, Xitoylardan pul ilib xashlayotgan harom tamoqlarda İlham To'xtining mazkur qurbonligini tushungidek kalla va aql yo'q. Shuning uchun mana eng yumshoq ovoz bo'lgan İlham To'xtini tutdi. Demak,
Xitoy Uyg'urni yo'qotishda to'liq niyatlik. Shuning uchun bizga mustaqil bo'lishdan boshqa mavjudligimizni saqlaydigan yo'l qolmadi deb maydonga chiqishning o'rniga ayya tanglavshi biz Ilhom To'xtining yo'li sodiq qancha pul avatalaysizlar shakli chiqdi va Ilhom To'xtining nomini sig'ib jon beqishga davom qilayotgan harom tomoqlarni xili bor. Savol: xoinlik nerede? Albatta, o'tgan 3 yillik tajribamiz bizga shuni aniq ko'rsatdiki, aramizda jon baqqallardan sirt xoinlarmi mavjud. Ilhom To'xtining vatanda 700 kishidan yiqqan xalq rayi natijasining enidining puli bilan nafas ilayotgan bir projektning turida o'z peti e'lon qilinishi, e'lon qilinganimi tuvanigidek tartib bo'yicha e'lon qilinishi. 2007 yılı Indigenous Peoples doklatining yozilib BDT'ga sunilishi. 2009 yılı BDT Indigenous People'lar forumusiga Uyg'urlarning rasmiy so'rab kirishi. 2010 yılda Ilhom To'xtining ray sinash natijasini chaplashi va medialarda avj olgan Uyg'urlar avtonomiya oludi reportajlar. 2011 yılda Amerika'daki Ali Kengash'ta biz xalımızsakmı, içimizde sığdıramızsakmı, aramızda avtonomiya elip meseleni hal kılsak bulmamdığı şekilde Uygurlarga avtonomiyanın zorlanışı. Şu vakitlarda yeni çıkışlar. Xulasa. Körgünümüzdek Ilhom To'xti Xitoyni to'nigan, millati uchun xizmat qilgan va chet eldagi kurashning mustaqillik relasiga kirish uchun o'zini qurbon qilgan bir milliy qahramon. Faqat uning qurbonligi o'zining nima deyotganini o'zi bilmaydigan saviyasiz inqilobchilar tarafidan tushunilmaslik tanqidga uchirsa, saplama go'mpaylar tarafidan suiiste'mol qilinib, jon beqishning vositasiga aylantirildi. Albatta, avtonomiyachilarmi hech chetga qolmay, Ilhom To'xtini o'zining avtonomiya elish orzusini uchun ishlatdi. Bizning qarashimiz, Ilhom To'xti eng yumshoq ovoz bostirilgan bo'lsa, mustaqillik birdan bir yo'l shaklida maydonga chiqish uchun o'zining qurbon qilgan bir qahramondir.